Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa yana bir xonadonimizga 3 talik kalvos o'rnatib bergan kelganmiz. Ishlarini Samsungda bitiryapti, xudo xolasa. Joylari shag'al chiqqanligi uchun. Hammamiz uchun 3 talik qo'yib berdi, xudo xolasa. Duolar jo'n bersa, keyin mana uyda izlangan halqasida yana 3 taligimiz bor. Uni ham Samsungda xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Xudo xolasa mana ikkinchi 3 taligimiz. Birinchi kalvosimiz tushirilyapti. Bunisi oshxona uchun qo'yib beryapti, 3 ta. 3 tadan 6 ta o'rnatgan kelganmiz jami bu xonadon egalariga. Xolasa ikkinchi kalvosimizni ham tushirib oldik. Tushirayapsizmi? Bu chuqurimiz ham bitti. Xolasa. İşlerimizni yakunlab oldik. Kimga shunaqa kalvos xizmatlar kerak bo'lsa, ko'ylangan joy bo'ladimi, shag'al joy bo'ladimi, har qanaqa holat bo'ladigan bo'lsa ham olib borib, chiroyli holatda ishlarini bitirib beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, chiroyli holatda o'zimiz olib borib, ishlaringizni ko'ngildagidek bitirib